Ushbu darsda sizlar bilan prompt qanaqa tuziladi, shuni ko'rib chiqamiz. Promptni nimaga bilish kerak? Tayyor sizlarga bot berdim, prompt yozadigan. Siz video nima orqali shakllantiradi, qanaqa qilinadi, qilinishini bilish uchun va mana shu kredit ballarni ekonom qilish uchun promptni asosini bilishingiz kerak. Bu juda ham qiyin emas. Shuni bilganingizda sizni videolaringiz sifati yanada zo'rroq bo'ladi. Kamroq mana bu kreditlarni ketkazasiz. Ketdik, unda ko'rib chiqamiz. Prompt asosi nimadan iborat? Obyekt plus harakat, keyin fon plus harakat. Nimaligini hozir sizlarga tushuntirib beraman. Obyekt video markazida turgan asosiy narsa yoki odam. Bu inson, hayvon, o'simlik, buyum va hokazo bo'lishi mumkin. Obyekt mavzuni aks ettiruvchi asosiy qahramon hisoblanadi. Mana oldin ko'rganingizdek, morojniy, mana bu yaponskiy qahramon, mana bu hayvon asosiy harakat qilayotgan. Ikkinchisi bu harakat. U obyektning qanday harakat qilayotganini ifodalaydi. Asosiysi bu. Keyin esa fon. Sahnadagi orqa reja yoki atrof muhit. Formulaning eng asosiy qismlari bu obyekt va uning harakati. Masalan, text to videoga degan formati ham bor. Endi uni tushuntirmadim, u qiyinroq. Biza o'zlarimiz rasm yaratayotganimiz uchun image to video qilish osonroq, shuning uchun shuni ko'rsatdim. Rasmdan videoga bu uchun sahna oldindan mavjud bo'ladi. Shuning uchun chuqur prompt kerak emas. Shuning uchun bizga faqatgina rasmda mavjud bo'lgan obyektlar va ular qanday harakat qilish kerakligi aniq ifodalash kerak bo'ladi. Agar bir nechta obyekt bo'lsa va ularning harakati farqli bo'lsa, ularning ketma-ketlikda yozish kerak bo'ladi. Kling bergan ifoda va rasm asosida tahlil qilib kutilgan video hosil qiladi. Hozir sizlarga tushuntirayotgan bu instruksiya Klingni o'zini asosiy saytida guideline qilib, qo'llanma qilib berilgan. Men o'zim tushungan holatimda sizlarga bu narsani tushuntirish anaqasini oldim. Misol, hozir davayt misollarni ko'rib chiqamiz. Agar siz Mona Lisani ko'z o'ynak taqqanini xohlasangiz va shunchaki ko'z o'ynak taqsin deb yozsangiz, model bu topshiriqni to'g'ri tushunmasligi mumkin. Chunki hozir negaligini tushuntiraman, oldin davayt videoni ko'rsating. Mana bu video bor. Bu videoda ko'rishingiz mumkin, как будто u hech nima qilmayotgandek. Nega desa, bu kartinani просто kartina bo'lib ko'radi. Rassomlik asari deb qabul qiladi va ehtimol surat ko'rgazmadagi oddiy plan harakatlari bilan video yaratadi. Shu sababli suratlar asosida ko'pincha statik harakatsiz videolar paydo bo'ladi. Shuning uchun hozir ko'rib turganingizdek hech nima yurmadi. Bu prosta kamera ozgina mana qildi ifso. Modelni aniq tushunishiga undash uchun obyekt plus harakat formulasi kerak. Bu degani nima? Masalan, Mona Lisa qo'li bilan ko'zoynak taqadi deb yozasizlar. Model bu topshiriqni to'g'ri bajara oladi. Mana ko'rib turganingizdek, ikkinchi namunani ko'rsataman. Mana ko'zoynakni kiyapti, to'g'ri bajardi. Bu hammasi realistik chiqadi, eng qiziqarli jarayon. Anaqa jarayonda bir necha obyekt bo'lsa, Mona Lisa qo'li bilan ko'zoynak taqadi, orqa fonda esa yorug'lik nuri paydo bo'ladi deb yozamiz. Bu kabi aniq tasvirlar yaratiladi. Mana hozir ko'rsatib beraman. Mana ko'rib turganingizdek, orqasida svet va ochkini kiyib ketyapti. Asosiy prompt yaratish shundan iborat. Undan tashqari, men yana nimaga e'tibor beraman? Bu mana oxirida the camera rotates around the subject deb yozib qo'ydi. Kamerani harakatlanishiga. Nega desa, bir paytlari sizga chapdan o'ngga yurish kerak yoki yaqinroq qilib berish kerak. Mana hozir sizga ko'rsatib beraman. Mana bu eshik ochilishida biza qanaqa qilganmiz? Mana ikkita rasm, mana zoomda
kamera kirib kelyapti. Shunaqa harakatlanyapti. Agar siz mana bu prompt yozadigan qayerda u video anaqa. Prompt yozadiganga o'zbekcha yozasiz. Kamera mana bunaqa shakllanishi kerak. Obyekt mana bunaqa harakat qilish kerak deb yozasiz o'zbekcha. Bu sizga hammasini to'g'ri yozilgan algoritm bo'yicha qilib beradi. Sizning vazifangiz buni copy paste qilish. Agar siz xohlayotgan rezultat olmayotgan bo'lsangiz, rasmdagidek mana buni ol, mana buni qo'sh deb yozasiz. Sizga shu narsani bemalol qilib bera oladi. Mana bizning vaziyatdagidek ko'rdingiz, anaqa qilib berdi. Astasiga mana eshik qilingan edi, ichkarida rasm. Shu ikkisini qo'shib beryapti. Yoki mana xatolar bo'lib turishi mumkin. Mana men yozgandim, promptda xato ketgan. Kamera shakllansin. Men o'zim nima qilishimni yozmaganman. O'ng tomonda hozir ko'rasiz, qandaydir yaponskiy hierogliflar bilan kitayskimi yozib tashlagan. Lekin men uni yozmagandim. Bunaqa vaziyatlar ham bo'lib turadi. Shuning uchun bir paytlari bitta videoni, mana ko'rib turganingizdek, bitta videoni 5-6 marta qilganmiz. Endi bu o'rganish jarayonida bo'lgan komandam bilan bu normal holat. Shuning uchun zo'r qilmoqchi bo'lsangiz, обязательно anaqa trenirovka qiling, amaliyotda ishlating. Bir narsani aytmoqchiman. Agar siz bu orqali kasb qilib daromad qilmoqchi bo'lsangiz, bu juda ham zo'r imkoniyat. Bozorda hali konkurensiya yo'q, lekin muhim narsa mayda elementlarni siz garantiya qila olmaysiz. Mana ko'rib turganingizdek, rasmda ham bir narsani 2-3 marta chiqara olmaysiz. Videoda ham 1-2 narsalar ozgina xatoroq chiqishi mumkin. Shuning uchun klientlar bilan gaplashayotganda siz ayting, "Da, men shu shaklda qilamiz, lekin ozgina o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Video qilgandan keyin ko'rsataman. Обычно video xohlagandan ham zo'r chiqadi. Prям detalniy mana bunaqa bo'lishi kerak deydigan bo'lsa, klient iloji boricha unaqa va'dani bermang, ayting. Harakat qilamiz, birga bir chiqarish qiyin, потому что rasmnikini birga bir qilib olmaydi повтор, anaqa. Endi keyin boshqani trenirovka qilib qildirsa bo'ladi. Men aytmoqchi bo'lganim, prompt bergandan keyin shu prompt bersangiz ham ikkinchi marta, uchinchi marta bir xil qilib bermasligi mumkin. Videoda ham shunaqa. Bir xil prompt berasiz, har doim har xil harakatlantirishi mumkin. Bu narsani klient bilan gaplashayotganda oldiga olish kerak. Hammaga rahmat. Men o'ylayman ushbu 3 ta video foydali bo'ldi deb. Keyin mana shu videoni yaratgandan keyin siz bitta CapCut'da qo'shasiz, ovoz yoki qo'shib qo'yasiz, sizda video tayyor bo'ladi. Keyinchalik xudo xolasa mana biz hozir bitta katta proyekt qilyapmiz. Shu proyektni ham qanaqa qilganimizni отдельный video qilib beramiz. Hozir bizda bozordan tashqari ekspertlar bor. Ular mana boshida ko'rsatgan bo'lsam, Ko'nik bilan shu videoni qilayotgan odamlar bilan ham jarayonlar ketyapti, переговорlar. Shular bilan kelishsak, men sizlarga maksimal buyog'iga asosini tushuntirib berdim. Buyog'iga endi har xil videolar qanaqa qilinayotganligini ko'rsatishga harakat qilamiz. Har xil mutaxassislarni chaqirgan jarayonda. Katta rahmat, sog' bo'ling. Uyga vazifa, birinchi uyga vazifa mana shu biblioteka ko'rsatdim. Kutubxona desak ham bo'ladi. Shu bibliotekadan любой videoni olib, повтор qilib ko'rishingiz kerak. O'zingizning rasmingiz bilan. Uni video yaratgandan keyin platformaga yuklaysiz. Ikkinchi vazifa, o'zingiz noldan ideya yaratib, rasmni qilib, prompt yaratib qilishingiz kerak. Ikkita uyga vazifa, iltimos vaqtida topshiring. Natijalar zo'r bo'lsa, podдержка qilamiz, o'xshamaydigan bo'lsa, nimani to'g'irlash kerakligini tushuntirib beraman. Rahmat, sog' bo'linglar.